ko'rib chiqdik. Tog'ay to'qimasini ko'rganimizda tog'ay to'qimasini hujayralar aro moddasiga qarab, vazifasiga qarab, joylashishiga qarab 3 turga bo'ldik, to'g'rimi? Giyalin tog'ay dedik, ovatik tog'ay dedik, torali tog'ay dedik. Eng birinchi to'xtaladiganimiz mana giyalin tog'ay. Giyalin tog'ay uchrash joylari qayerda edi? Nafas yo'llari sistemasiga, turish suyagini birikkan joylarda, chaqaloqlarda. Xo'p, endi masalan giyalin tog'ay bu traxeya, nafas yo'llarida, traxeyada giyalin tog'ay uchrayapti. Biz giyalin tog'ayni mikroskop ostida ko'radigan bo'lsak, xo'p, giyalin tog'ayni mikroskop ostida ko'radigan bo'lsak, tashqi tomondan perixondr bilan qoplangan. Va perixondrni ichki tomonida mana giyalin tog'aydan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz perixondrni ko'rib chiqdik. Perixondr ikkita qavatdan tashkil topgan edi. Tashqi tomondagi tolali qon tomirlar va nervlarga boy qavati va ichki tomondagi prexondroblastlar va xondroblastlarga boy qavatini ko'rishimiz mumkin edi. Mana xuddi mana shu qavatni ko'ryapmiz. Endi perixondrning vazifasi giyalin tog'ayni oziqlantirib berish, himoya qilib berish va bundan tashqari holatda regeneratsiyasini ta'minlab berish, o'stirib berish vazifasini bajaradi. Giyalin tog'ayni ko'rganimizda, giyalin tog'ay tarkibida suv ko'p bo'lganligi uchun u bizning ko'zimizga shaffof, ko'kimtir rangda ko'rinadi. Bu o'z navbatida giyalin tog'ay. Endi giyalin tog'ayning hujayralarga to'xtaladigan bo'lsak, 3 xil hujayrasi bor, to'g'rimi? Perixondrning ostida joylashgan yassi shakldagi, ipsimon ko'rinishdagi prexondroblast hujayralari, prexondroblast hujayralaridan keyin ovalsimon yoki yumaloq bo'lib joylashgan, yadrosi ovalsimon yoki yumaloq shakldagi xondroblast hujayralari. Nima uchun men bularni xondroblast hujayrasi deyapman? Sababi bular yakka-yakka joylashgan. To'g'rimi? Izogen gruppalar hosil qilmagan. Tarix bo'yicha xuddi shunday.